Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ochlar qo'zini zo'ri kelgan, yirik qo'chqorlar kelgan, yemini yeb 6 oydan beri yemda turgan qo'zlar kelgan. O'zimizda uyda boqib turgan qo'yimiz, dehqonchilik qo'yimiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, duo qilib turinglar. Xudo xolasa qo'yning narxini arzon qilib qo'yib berdik aka. Joningiz omon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqorish qo'zg'olonimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Sariq qishlog'ida Xudo xolasa akalar velekallaridan, zo'rlaridan olib kelib, xalqimizga arzon tarqatayotgan. Bugungi syomkamizga ham Xudo xolasa puli arzon, lekin o'zi yirik bo'lgan velikan qo'chqorlari bilan Xudo xolasa Nurullo ukamizni oldiraylik. Assalomu alaykum. Zatchakka oldingizmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Obunachilar, videoda oxirigacha ko'rib turinglar. O'zimda uyda boqayotgan qo'yim. Qani joni sog' ekan, birinchi o'rinda. Cho'loq, qo'loq, kasal-pasal unaqasi yo'q. Hamma vaksinasini qilib uyda boqayotgan qo'yim. Xudo xolasa bir yaxshilikqa sotyapmiz aka. Inshaalloh. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing obunachilar. Gap yo'q. Demak, qadrli obunachilarimiz Xudo xolasa yemini yeb turgan mana akalar Xudo xolasa qo'chqorlarni zo'rlaridan chiqarishda davom etamiz. Video syomkalarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Bugunga uka necha partiyaga bo'lib chiqazamiz Xudo xolasa? 3 partiyaga bo'lib chiqaramiz aka. 3 partiya. Birinchi partiya. Kichik o'rtancha qilib chiqaramiz. Gap yo'q. Narxini ham ishonavering. Ha. Yo'q deganda 500 ming, bo'lmasa 1 milliongacha arzon qilib qo'yib beraman. Mana lab. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz video syomkalarimizni kuzatib boringlar akalar. Yemini yeb turgan yiriklardan olib borib davom ettiraman degan aka-ukalarimizga davom ettiraverasiz yoki akalar Xudo xolasa yaxshi kunimga ehsonimga to'yaman degan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilaman degan variantlari bor. Zo'rlaridan aka. Bugunga uka birinchi partiyamiz soni nechta ekan? 12 dona aka. 12 bosh. Bularda eng zo'ri. Zo'rlari. Zo'ridan ham zo'ri. Mashalloh. Mana buni qaranglar akalar, qo'chqorlar bejizga aytmadi. Yeriga velekanalar akalar. Oldi ketlari yaxshi. Simjon holatda mana akalar, mana ular o'zi dahshat bo'lib chiqib bo'lgan akalar. Bularda Xudo xolasa uka soni nechta dedik? 12 dona. 12 bosh. Yosh oylikka qanaqa? Shekka chiqqani yo'qmi? Yo'q, 11-12 oylik. 11-12 hali qo'zi. Hali qo'zi hammasi. Gap yo'q. Hali akalar qo'zi holatda turishibdi. O'zichoq. Xudo xolasa hali shekka chiqqani bor ekan, ha? Ozgina bor. Xudo xolasa yoradi. inshaalloh. 2 oyda akalar tish yorishga kelib qoladi. Akalar yirik holatda turishibdi. Olib borib endi rosa qirchillama davri. Kasada yemini Xudo xolasa kilalab beraverasiz. Inshaalloh ko'taraveradigan holatda turishibdi. Mana qaranglar. To'kib boqaman. Gap yo'q. Bularda uka bo'ybastlar nechaga beraverasiz? Bo'ybasiga 80 kilo. 80 kilo, 80 dan 85 gacha. Gap yo'q. Xudo xolasa 80 dan 85 gacha bo'ybastlari ketaveradi. Yetkazib berish uchun. Yetkazib berishga hammasi olinsa O'zbekistonda 12 ta viloyatga qilib 12 ta viloyatga. 12 tasini olsa 12 ta viloyatga viloyatga rasprodash ketadi. Gap. Maqsad sotish bilan ishlaydi. Dona bo'yicha. Dona bo'yi Toshkentga chaqirib beradi. Besplat. Besplat. Gap. Bu vazifa emas. Toshkentga chaqirib beraman. Demoqchimi, sog'liklari garantiyasini olib bor, ha? 10 kun, 15 kundan sinov olish kerak. Bu qo'yga o'rnini bo'lib gapirmayman. Uyda boqib turgan qo'y. Demak, buni hali qilinmaydi. Gap yo'q. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz xotirjam telefon qilaverasizlar. Vaksinalari bo'lgan akalar xotirjam. Bu boqilsa bo'ldi. Boqilsa bo'ldi. Ha. Prosta mehr berib boqsa bo'ldi. Gap yo'q. Mehr berib boqsa bo'ldi. Demak, uka ularda endi narx-navosini qancha qo'yib berasiz? Narxini aka. Ha. Mana bu qaranglar gazini. O'zlar. Mashalloh. O'zlar zo'r ekan, ha. Narxini aka 6 million ham chiqyapti, 6 million 200 ming ham chiqyapti. Bozordan arzon bo'lishi kerak-mi? Bozordan arzon bo'ladi. Hammasini bir yerga olsa 5 million 600 mingdan qo'yib beraman mana. 5 million 600 dan. Uka, videoni boshida nima dedik? Mana 600 mingdan arzon bo'ldi. Uka. Ha. Ras arzon bo'lsa, oxirigacha arzon bo'ldi. Bo'ldi 5,5 milliondan olsa. Kami bilan. 5 million 400 ming. Uka. Hammasini olsin 5 million 300 mingdan olsa. Joningiz omon bo'lsin. 5 million 300 ming so'mdan kamini qilib berasiz so'maga. Kamini qilib beraman. Qancha qilib berasiz? Chiroyli qilib kamini qilib beraman. O'zimga. Telefon qilsa. O'zimga. Endi bo'ldi. 6 millionlik qo'y aka. Yo, zo'r qo'ylar. Qo'ylarga hammasi o'ynab Xudo xolasa buni chiroyli qilib kami. O'zimga. Ras arzon bo'lsa oxirigacha bo'lsin. 5 million 200 ming. 5 million 200 ming so'mdan. Menga qancha o'tdingiz? Sizgami? Ha. Sizga o'zi 7-8 ming o'tverdim shekilli. Obunachilarga ham bitta. Bo'ldi, bor aka. Ha.
5 milyon 8 milyon. Ya uka, endi endi aka bu bo'lsa, obunachilarga bo'lsin. Men o'zim o'zim uchun qololmayman, so'raganim bir yerga borib qo'yib kelaman. Ey uka, boquvda turgan qo'ylar, akalar haqiqatda gigant holatda zo'r boqsin. Boqqanga ham, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin uka. Bo'lsa oxirigacha bo'lsin, arzonchiligini qilsin uka. Aka mana maydachilar qilmayman. Hammasini bir yerga olsin. Uydagilar duo qilib qo'yishadi 5 million so'mdan. 5 million so'm. 5 million so'mdan. Ey gap yo'q. 5 million so'mdan qadrli obunachilarimiz xudo xolasa narx-navolari kelib chiqyapti akalar. Sotaman degan odam bo'lsa, olaveraman. Ey gap. 5 million 200 mingdan ham olaveraman shunaqa. 5 million, 5,5 million. Xudo xolasa maqsad sotish akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Omma uka, hammasini oldim deganga yana bitta so'rashmizda uka. Qayerga bir nima o'tib berasiz omma? Hammasini tortdim degan Mart akalarimizga. O'z summadan bir nima o'tib beraman. Meniki dehqonchilik. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz aloqaga chiqaverasizlar akalar. Nimaga savol javob bo'ladigan bo'lsa, qadrli obunachilar, ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar mavjud. Telefon qilasiz, xudo xolasa bir qator video syomkalar asosida yoritib, alohida qilib akalar yoritib berishaveradi. Demak, qadrli mana uni gazini uzunligini qaranglar akalar. Keyingi partiyalarimizga xudo xolasa bizning obunachilar bunaqa narx endi umuman bo'lmaydi. Ey gap. Like bosib gumburlab turib. Joningiz omon bo'lsin. Akalar telefon qilaverasizlar. Demak, qadrli obunachilar, xudo xolasa akalarim keyingi partiya qo'ylarimiz ham mana akalar chiqib kelib oldi. Bular ham toza yemini yeb turgan, xudo xolasa qo'lga o'rgangan variantlarni. Ey gap yo'q. Bularning soni nechta chiqdi-ku? Bu 7 dona, 7 dan biri Xizr. Ichini 7tasini bittasidan Xizr bor. Inshaalloh. Barakasini barakali narsa tap qo'y aka. Narxi ham arzon. Arzon qilib beramiz. Xudo xolasa uka bo'y bastilar, yosh qo'yliklar ma'lumotlarni berib yuborasiz. Bu ham 80 plus. 80 plusga beraverasiz. Prosta aka 20 ta qilib qo'ymadim xolos. 7 ta bitta obuna ochiladi qanqit. Xolasa narxni ham yengil qo'yib beraman. Baribir alohida ozoz ko'rinsa ham, bu video syomkamizda ham xudo xolasa ko'rinadi. Aka-ukalarimiz xotirjam ko'rishaveradi. Ha, 20 ta poda qilib haydagidimdan 7 ta, 10 ta, 12 ta, 6 ta chiqarib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Bularda uka yosh oyligiga qanaqa ekan? Bular ham shunaqa. 11 oylik atrofiga. Xudo xolasa akalar oling, boqing, mehr deb bering. Xudo xolasa chiroyli holatga akalar mana keltirib qo'yishibdi. Davom ettiradigan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Yetkazib berishgacha bu 7 tani. Buni ham unakda ular qilib beraveradi. 7 tasini ham. Voy, meniki dehqonchilik. Birov so'hmaydi aka. Men tars sotaman. Yaxshi niyatda sotyapman. Narxi. Narximi akalardan 100 ming so'mdan olsam mana bir aka. Xudo xolasa 4 million 900 ming so'mdan. Kami bor. Chiroyli kamini ham beraman. Yo, obunachilar qilib beraman, telefon qilsa aka. Ya o'zimga, uka. Chiroyli qilib. Endi noqman Uzatbek aka. Dehqonchilik ekan deb. Dehqonchilik ekan. Bo'lsa obunachilar xursand bo'lib duo qilib qo'ying. Bo'ldi aka, mana hammasini bir yerga olishadi. 4 million 800 ming so'mdan beraman. Ofis summadan o'zlariga bir narsa o'tib beraman. Barakasi. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz, akalarim, ukalarim, sirrazi telefon qilinglar. Ishlaring bitadigan joydan sizlarga chiqazib namoyish qilyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqqan odamda ishini bitiraveradi akalar. Telefon qilinglar. Yemda turgan, yemda tayyor variantlar akalar. Keyingi partiyalarimizga biz sekin navbatda beraveramiz xudo xolasa. Ana qadrli obunachilar, xudo xolasa so'nggi partiyamizga pul arzonroq, lekin bular ham mana uni qaranglar akalar. Xudo xolasa ish qo'zi sira aloqaga chiqadigan variantlar. Soniga 5 dona aka. 5 dona. Bizi bitta obunachimiz olib beradi. Aytdimi aka? 12 ta, 6 ta, 7 ta qilib bitta obunachi oladi qanqib qo'yibman. Hammasini guva haydab ichidan menga uni 6 tani ajratib ber. Anaqasi yo'q. Ma'qul kelgan odam telefon qiladi. Xudo xolasa ishi bitadi. Gap yo'q. Yemoqchi sog'lik salomatliklari yaxshi, ha? Buni ham 10-15 mingga beraveramiz. Garantiya sinovlari bor. Akalar bemalol xonadoningizga borgandan keyin sinov muddatlarini akalar berishaveradi xudo xolasa. Bularda bo'y bastlarni ichiga beraveradi. Bo'y basti aka 80 plus minusga beraman. 80 plus minusga. Ha, minusni ham chiqarib beraman. Keyin-ku. Ha. Narxi. Bu 200 mingdan arzon aka. 4 million 600 ming so'mdan olgan odam mazar qilsin. Yo'q, undan kam yo'q aka. Yo'q. Va aka qarang mana, o'zingiz qo'y chiqaringizda ariq qo'y bari, ariq qo'y. O'sha ham 4 million ustida bo'lyapti. Buni 6 oydan beri yem berib mehnat qilamiz-da. To'g'risi. Dehqonchilik. 5 million qo'ysam ham bo'ladi shu qo'ydi.
Keng Kam dehqonchilikni. hamisha ko'ramiz. Menga buni foyda ziyanni umuman o'ylamayman. Menga dehqonchilik. Turibdi-yu. Qo'ramda turibdi shu pul ekan. To'g'risiga. Kami bilan. Hammasini bir yerga olsin 4 million 500 ming. Bir ekan. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz 4 million 500 ming so'mdan akalar narxni vosga chiqyapti aka. Telefon qilaverasizlar, ishlaring bittalarga yetkazib berishga qayerga o'tmay bo'ladi bular aka. Buni ham maktabga viloyatga qilib beraveraman aka. 5 tani ham. 5 tani ham 12 ta viloyatga qilib beraman. Gapi. Xudo xolasa dastlabki xizmatlari mavjud akalar. 12 ta viloyatga dastlabki qilib Dastlabkasida umuman o'ylanmasdan telefon qilishaversin. Joningiz omon. Qadrli obunachilarimiz sirasiz aloqaga chiqib olasizlar. Biz video syomkalarimizni mana shu yerda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan akalar keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilib obuna bo'lmagan akalarimiz obuna bo'lishni unutmanglar. Telefon qilaverasiz.